Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari, navbatdagi obyektimizni ham ichkari tomonlarini xudo xolisa yakunladik. Bu yerda qilingan ishlarimiz agorodga tuproq solib, tayyorlab, tekislab, halish sistemalar bo'lgan. Meksikankadan qo'yilgan. Va chiroyli dekoratsion gul daraxtlarimizdan ekib, taglariga polni gazon urug'larini sepib berdik. Xudo xolisa 20 kun bir oyda zelyoniy zona bo'ladi. Bu yoqda archamiz, o'rtada magnoliya, fatiniya shtampoy, har xil gullarimiz bor. Burchinani kattasini ekkanmiz bu yoqlariga. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, chiroyli dekoratsion daraxt, gul, archa, o'simliklar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.